Assalomu alaykum do'stlar. Mana bugun 9-fevral sanasi bodringni stakanlarga o'tkazdik. Mana shunday ko'rinishda o'tkazdik. Buni hozirgina ko'chirib o'tirdik. Shuning uchun ayrimlari sal shalpaygan holatda turibdi. Bular bir kunda o'zi tiklanib yana o'sishda davom etadi. Hozirda buni ekib turib ustidan suv soldik. Sug'orib qo'ydik. Endi bir hafta ichida bu anchagina katta bo'lib qoladi. Yana 3 ta yoki 4 ta barg chiqaradi. Bir hafta ichida yana barglar chiqarib o'sishni boshlaydi. Bu yerda mana shu ustarda 350 ta urug', ya'ni bodring ko'chatlar ekilgan. Bu yoqda esa 100-150 tacha bor. Bu yoqdagilar sal maydaroq. Chunki bular bir kun keyingi ekilgan. Bularni ham hozir ekdik. Buning navi boshqa, uning navi boshqa. Shuning uchun bularni bo'lakcha qilib ekib qo'yganmiz. Bu qachon ekiladi va qaysi vaqtlarda yerga o'tkaziladi deganlar uchun buni biz mana shu yashig'iga, ya'ni mana shu tuproqqa urug'ini ekkanmiz va unib chiqib ikki quloq bo'lib, ya'ni ikki barg chiqarganda stakanlarga o'tkazdik. Buni fevral oyida urug'ini ekkandik. Endi mart oyida, ya'ni bahorda, mart oyida buni yerga o'tkazamiz. Mana shu ko'rib turgan joyinglarni, mana shu issiqxonani ismaloqlarini o'rib olib, tekislab, yerini shudgorlab yerga o'tkazamiz. Uni qanday sug'oramiz deganlar uchun ularni keyingi videolarda qo'yib boraman. Uni tomchilatib sug'oramiz. Ya'ni tomchilatib yerni sug'orib o'shanga o'tkazamiz. Unga yana bir qat klienka yopamiz. Shunda yerni issiqligi o'zida saqlanib turadi. Bundan qancha foyda qilsa bo'ladi deganlar uchun bir mavsumda, ya'ni bir ekib olganda bodringning bozordagi narxiga qarab ancha foyda qilsa bo'ladi. 10, 15, 20 milliongacha ham daromad qilsa bo'ladi bir mavsumning o'zida. Bu 2-3 oy bo'lishi mumkin, misol uchun. 2-3 oydan keyin buzib yana boshqatdan eksa bo'laveradi. Asosan bahor va kuz oylari ancha qimmatga sotiladi. Chunki u oylarda bahorda hali yangi chiqqan mevalar bo'ladi, shuning uchun ko'proq olishadi. Kuz mavsumida esa uni ko'proq tuzlama uchun olishadi. Agarda video foydali bo'lgan bo'lsa, albatta like bosing, obuna bo'lib qo'yishni ham unutmang. Bundan da qiziqarli videolar hali oldinda. Xayr, salomat bo'ling.